Assalomu alaykum kanalim a'zolari, kanalimga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga qalampirlarimni ko'rsatib bir maqtanay dedimda, har doimgidek hosilim mol bo'ldi. Bugun sizlarga men pomidor sokida eng oson va ishonchli usulda podring tuzlashni ko'rsatib beraman. Oldindan pomidorlarni yuvib, tozalab, to'g'rab oldim va to'g'ralgan pomidorlarni hammasini misrobkadan chiqazib olyapman. Albatta menda elektronniy misrobka yo'q. Shuning uchun ruchnoy misrobkada qizlarim yordamida hamma pomidorlarni chiqazib oldim. Misrobkadan chiqazib olingan pomidorlarimizni setkaga solib, suvini alohida chiqazib olamiz. Mana pomidor sokimiz tayyor. Keyingi jarayonga o'tamiz. Keyingi jarayonimiz oldindan sterillangan, yuvib tozalab olingan bonkalarimizga podringlarimizni joylashtirib chiqamiz. Hurmatli obunachilarim, siz mana shu pomidor sokida podring tuzlashni ko'rsatib bering deb so'ragandingiz. Talablarga binoan mana eng oson usulda ko'rsatib beraman. Albatta sizlar uchun foydali bo'ladi degan umiddaman. Oldindan yuvib tozalab olingan sabzavotlarimizni pomidor sokimizga solib olamiz. Yaxshilab aralashtiramiz va chesnok, murch, qizil bulg'or, qalampir, ko'katlardan xrin, ukrop, kashnech solib yaxshilab aralashtirib, sokimizni bir qaynatib olamiz. Men 3 ta qoshiq tuz soldim. Tuzni tabiiylarga qarab, o'zingizlar xohlagancha solishingiz mumkin. Mana bir marta qaynab chiqqandan keyin 2 qoshiqda shakar solib oldim. Tuzlarini kesadi shakar, mazasini shirin qiladi. Va bodring solingan bonkalarimga pomidor sokimizni solib olamiz. Men mana shu usulda deyarli 20 yildan beri yopaman. Juda ham ishonchli, hali biror marta pand bermagan menga. Oson. Sizlarga ham retseptni alandim. Pomidor sokimizni bonkalarimizga solib olganimizdan keyin kattaroq qozon yoki kastrolkamizga iliqroq yoki issiqroq suv solib, tagidan salfetka to'shab, bonkalarimizni solib 15 daqiqadan dimlab olamiz. Hurmatli bekajonlar, ko'rib turganingizlarda hech qanaqa soklarini to'kib almashtirmadim, qayta qaynatmadim. Eng oddiy usulda 15 minut dimlab oldim. Dimlab olingan bonkalarimizga 1 qoshiqdan 70% oksis solib olamiz. Va zakrivaykamiz bilan bonkalarni yopib tashlaymiz. Hurmatli bekajonlar, agar bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, juda ham xursandman. Keyingi videolarda ko'rishguncha degonajonlar.